oy davomida o'qib, B2 sertifikatini qo'lga kiritib, mana bugun Germaniya tomon uchib ketmoqdaman. Biz u yoqqa borib nafaqat ishlamoqchimiz, balki o'sha Germaniyaning diqqatga sazovor joylarini ham aylanib, madaniy hordiq chiqarmoqchimiz. Hozir Germaniyaga uchish safarini oldida turibman. O'tga borgandan keyin biz ham o'qiymiz, ham daromad qilamiz. Xudo xolasa biz o'tda ishlab o'zimizni tajribamizni, ko'nikmamizni oshirib bo'lganimizdan keyin o'zimizning klinika, shifoxonalarga o'z hissamizni qo'shamiz. Sklepios klinikasiga uchib ketyapmiz. Men bundan juda ham xursandman. Globogate va migratsiya agentligiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hammaga shu loyihada qatnashib, o'z orzularini amalga oshirishlarini tilab qolaman.